Hammaga salom bolalar. Sizlarga men o'zimning eng yaxshi modlarimdan birini ko'rsatmoqchiman va sizlar yaxshilab o'tirib oling va ko'rib mazza qiling. Va biz boshladik. Ko'rishimiz mumkinki, bizda har xil zo'r qurollar beradi. Mana shu qurollar, mana bu craftlarni ham qilsak bo'ladi. Masalan, mana bu. Buni yasash uchun bizga ko'rsatilgan narsalar kerak bo'ladi. Va mana chatdan ham keldi. Emerald Sword. Nima qilishini bilmadim. Bu shunchaki juda kuchli, lekin bu chaqmoq urdiradi. Amaydi. Va biz qishloqning qo'liga o'tamiz. Va bu yaqin oradagi moblarga chaqmoq urdira oladi. Sigir. Va bu Midas Sword. Golem Hammer esa menga eng kuchli yoqqani. Mayli. Ular tinch qo'yamiz. Hech qachon. Men har doim aytganimdek, va biz keyingi narsalarga o'tamiz. Ko'rishimiz mumkinki, Dragon Katana, Ender Bow, Shadow bo'ladi. Soya qilichi. Va bu menga eng yoqqani esa bu. Shadow, soyali qilich degani. Bizga albatta kamon o'qi kerak bo'ladi. Shunday ekan, Ender Bow. Bu oddiy o'q-ku. Qo'ling qish. Mana, buni olsak manada kichkinagina endermenlar, ender ishlar, qurtlar paydo bo'ladi. Lekin bu esa mana bu atrofni yorug' ham qilib ketadi va juda ko'p vardenlarni paydo qila oladi. Ko'rib tomosha qiling ham. Marhamat. Mana ko'rib tomosha qiling. Juda ko'p vardenlar. Lekin men bu yerdan chiqib ketishim kerak. Mana. Keyin esa bu o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Qanayligini bilmadim. Sizlar bilsangiz yozing. Hozir 1 daqiqa. Mana. Amayli, bu albatta ta'zim. Va bizga tundan ko'rish effekti kerak. Agar bo'lmasa bo'lmaydi. Mana, endi men sizlarga Shadow Blood'ni ko'rsataman. Soya qilichi. U bizga ko'rinmaslikda tez yugurish, qarshilik effektlarini beradi. Va bu ham juda ham kuchli. Ko'rishingiz mumkin. Potion Trend qanaqadir neyza ekan. Yo, sen qayg'urdan kelding, nomardbek? Marhamat. Tushunmam lekin bunga. Dragon Katana. Bunga nima qilish kerak? 50 ta dushman o'ldirsak, u keyingi qobiliyatga o'tar ekan. Lekin buni bizga vaqtimiz yo'q. Mana shunday. Men sizlarga bularni ko'rsatganman. Sizlar bu mod bilan do'stlaringiz bilan o'ynasangiz
do'stlaringizda inshootlarni yo'q qilishingiz mumkin. Men har doim shunday yo'q qilaman. Bu manjur. Hali bunga 42 soniya. Golem hammerchi. Aha, bo'ldi. Buni yana bir tekshirib ko'rgan bo'lardim. Ham kuchsiz ekan-ku. Bu lekin kuchli bo'lish kerak. Mayli. Do'stlar, shu joyda video tugaydi. Chunki bu kichkinagina. Do'stlar, bu joyda video tugaydi, chunki bu kichkinagina video va modim ham uncha zo'r emasdi. Agar men 10 ta likedan keyin video chiqaraman degandim, lekin sizlar obunani ko'paytirib yuborasiz. Shuning uchun men shu videoni chiqarishga qaror qildim. Agar yana obuna bo'lib like bossangiz, juda ham zo'r videolar chiqadi. Balki Herobrine bilan vojivaniya qilarman. Va hozir emas. Hazillashdim. Yuhu!